Hammaga salom. Kelinglar bugun TSU talabalaridan TSUdagi eng sevimli o'qituvchisi kim ekanligini so'rab bilib olamiz. Qani ketdik. Tilshunoslik nazariyasidan Iroda Alimardonova. Kuratorimiz Dinora ustoz. Asila opa. Feruza Rahmonqulova. Sizdachi? O'zimiz kuratorimiz Dinora ustoz. Sizdachi? Men ham o'zim kuratorim Dinora Minglaboyeva. Rahmat. O'zimiz ustoz Xo'jamqulova Iroda. Sizdachi? Xo'jamqulova. Nasib opa. Eshqulova Nasib opa. Abdulla Minor, ustozlar Aykon ustoz. Juma Bakirov. Nurulla Tursun. Eng yaxshi ko'rgan o'qituvchim Rahmonqulov Feruza ustoz. Sizdachi? Eng yaxshi ko'rgan o'qituvchim Bo'rieva Muhayyo ustoz. Shoyeva Komila. Elena Anatolyevna. Otabek Alisherovich. Shahnoza Norqulova. Maqsud ustoz. Ergash Akmalak. Maqsuda Norbosheva. Rahmat. Shoyeva Komila. Muhayyo ustozni yaxshi ko'raman. Feruza Rahmonqulova. Sizdachi? Feruza Rahmonqulova. Rahmat sizlar. Izzat Tayirova. Mahfuza Tayirova. Sizga Mahfuza Tayirova ustoz. Dilorom Safarova. Men esa eng yaxshi ko'rgan o'qituvchim Yelena Sattarova. Siznikichi? Kommentariyada o'zingizni sevimli o'qituvchingizni yozib qoldiring.